Bugungi kunda ayollarimiz orasida sog'lom turmush tarzi, diniy bilim va ko'nikmalarni targ'ib etishda din sohasi vakillari, shu jumladan otinoylarning o'rni beqiyos. Karmana tumanidagi Qosim Shayx masjidida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlarining 2024-yil 12 dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashi yig'ilishida hojilarning yangi O'zbekistonning fidoyisi bo'lib, ma'naviyat targ'ibotchisiga aylanamiz tashabbusi doirasidagi ko'rsatmasiga asosan O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita hamkorligida o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi Karmana tumanida o'tkazildi. Dastlab tuman hokimligi va jamoat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlikda hududda faoliyat olib borayotgan otinoylar ishtirokida o'quv seminari tashkil etildi. Tadbirda viloyat bosh imom xatibi so'zga chiqib, unda otinoylarning faoliyati, ular zamon bilan hamnafas bo'lishlari, doimiy ravishda ilmlarni boyitib borishlari va inson ruhiyatini yaxshi tushunish kerakligi muhokama etildi. Ma'lumot uchun ayni vaqtda Karmana tumanida 48 nafar otinoylar faoliyat ko'rsatmoqda. Har bir otinoyi yashash manzili va uning atrofidagi mahallalarga biriktirilgan. Ularning sa'y-harakati bilan ko'plab ma'naviy ko'makka muhtoj ayollarning dunyoqarashi, yuzlab notinch oilalardagi muhit sog'lomlashtirildi va ajrim yoqasidagi oilalarni yarashtirishga erishildi. Mufti Hazrat 2024-yil boshida topshiriq beruvdilarki, imom xatiblarimizni, otinoylarimizni faoliyatini yanada samaradorligini oshirish bo'yicha har bir viloyatga har oyga 2 tadan tumanga chiqish ishchi guruhlar tashkil qilinib, imomlarimiz, otinoylarimiz tomonidan mahalla bilan birgalikda, mahalla faollari va hojilarimiz bilan birgalikda har bir guruh eng kami 5 tadan xonadonga kiradi. Tumanlarga borganlarida nima maqsadlarda? Ijtimoiy ko'makka muhtojlar bor. Oilasida ajrim bo'yicha muammoli oilalar, notinch oilalar yoki ichkilikka ruju qo'yib qo'ygan oilalar bor, yoki aqidasida adashib qolgan, yot g'oyalar ta'siriga berilib qolgan oilalar bor, yoki turmush o'rtoqlari jazoni ijro etish muassasasida yotganlar yoki qidiruvda bo'lgan shaxslarning oilalari. Qani ular bilan borib, ularning nima dardi bor? Yaxshilik qilish maqsadida bir ma'naviyatini o'rganib, ijtimoiy ko'makka muhtojlarga bir ko'mak berish, xalq bilan birga bo'lish. Bu imomlarimizni, otinoylarimizni o'zi kunlik faoliyati edi, lekin mana shu har oyda 2 tadan tumanga tashkil qilinishi bu juda ham bir namunali yaxshi taraflama bo'ldi bu. Shu bilan birga imomlar o'zlari tumanda emas, boshqa tumanga borib ham aholilarni ko'rganib, o'sha yerda tushungan narsalarini ko'rgan, bilgan tajribalarini keyin o'zini masjidining hududiga, o'zini tumaniga kelganda mahalla bilan ishlashda ham shularni qo'llab o'rganishlariga bir tajriba almashish ham bo'lyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad xalqimizning ma'naviyatini yanada boyitish. Shukrona ne'mat. Bugungi kunda dunyoda bo'layotgan ahvol, tahlikali holatlar bo'lsin, ularni xalqlarni, mamlakatlarning iqtisodiga, ma'naviyatiga ta'siri bor albatta. Shunday paytda shukronali xalq, tinchliksevar, mehnatsevar bo'lgan xalq, o'zini yurtini, obro'sini, sha'nini, or nomusini o'ylagan xalq yutib chiqadi bunday paytda. Bu dunyoda bo'layotgan ma'naviy burxonlar bor. Shularga qarshi xalqimizni bir ma'naviyatini ko'tarish. Bu sayyor seminarlarimizdan, imomlarimizning faoliyatidan ko'zlangan asosiy maqsad shu. Xalqimizga bir shukronaga keltirish uchun uni qadriyatlarini ko'rsatish, o'rgatish, ham diniy, ham milliy, ham urfiy qadriyatlarimiz bor, ham bugungi kundagi hayotimizni o'tgan kunlar bilan qiyosi. Kecha nima ahvol edi misol uchun ko'p narsalarda. O'sha paytda ham noshukur bo'lmaganimiz uchun Xudo bugungi yaxshi kunlarni berdi. Endi bugungi kunlarga yana shukrona qilaversak, Alloh ziyodasini beraveradi, o'zi va'da bergan. Yurtboshimiz ta'biri bilan aytganda, otinoylar asrlar osha saqlanib kelgan ustoz shogird an'anasiga ko'ra faoliyat yurgizib kelganlar. Otinoylar faoliyatining bugungacha o'z ahamiyatini yo'qotmaganligining sababi uning tarbiya maktabi sifatida mahalliy ayollar tomonidan tan olinishida bo'lib kelgan bilan belgilanadi. Aslida otinoylar murabbiyalardir. Ular din va shariat bilimdoni hamda ayollar o'rtasidagi diniy marosimlarga boshchilik qiladigan, xalq orasida katta obro'-e'tiborga sazovor bo'lgan kayvoni ayol. Ilgari ajdodlarimiz xotin-qizlar qalbiga ayol kishining suhbati chuqurroq singib borishini yaxshi anglaganlari uchun otinoylar faoliyatidan unumli foydalanishgan. Mahalla va qishloqlardagi ta'lim-tarbiya ishlariga jalb etishgan. Bugungi otinoylar ham faqat bilim tarqatuvchigina emas, balki yoshlar tarbiyasi uchun mas'ul, odob, axloqda esa hammaga o'rnak, ma'rifat ulashuvchi murabbiylardir. O'tkazilgan tadbirlar doirasida otinoylar hamkor tashkilotlar hamkorligida kam ta'minlangan, nogironligi bor oilalar holida
ahvolidan xabar olishdi. Jarayon tumandagi katta masjid mahalla fuqarolar yig'inida davom etdi. Yangi O'zbekistonning fidoyisi bo'lib, ma'naviyat targ'ibotchisiga aylanamiz tashabbusi doirasida O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitaning viloyat hududiy boshqarmasi, tuman hokimligi va jamoat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlikda uyma-uy yurib, namunaviy amaliy tadbirlarni tashkil etishdi. Unda Qosim Shayx masjidi tomonidan jami 12 million so'mlik 65 ta oziq-ovqatlar paketi tayyorlanib, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga tarqatildi. Yil boshidan xonadonlarga kirib chiqish chora-tadbirlari belgilangan va har bir hududda bu masalaga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda o'sha xonadonlarga kirib borganimizda ham o'sha chora-tadbirlarga binoan va aniq bir mavzu belgilab olingan. Bugungi kundagi mavzumiz demak bola tarbiyasidagi ota-onaning, mahallaning va jamiyatning mas'uliyatini oshirish. Farzand tarbiyasida faqat ota-ona, maktab emas, balki jamoatchilikni ham e'tibori muhim ahamiyatga egadir. Shu nuqtai nazardan bugun xonadonlarga kirganda o'sha ota-onalarni farzand tarbiyasiga qancha vaqt ajratyapti? Farzand bo'sh paytida, ayniqsa mana ta'til davrida bolalar nima bilan shug'ullanyapti? Mana shu narsalarga ham e'tibor qaratdik. Bundan tashqari tadbir doirasida o'sha tuman hokimligi tomonidan tuman tibbiyot birlashmasining vakillari bilan biz bilan birga yurdi va yotoqda qolgan, nogironlik bo'lgan fuqarolarga bo'layotgan parvarish, ularga berilayotgan davlatimiz tomonidan, mahalla fuqarolar yig'inlari tomonidan berilayotgan yordamlarni manzilli yetib borilayotganligi monitoring qilindi. Bu tadbirlardan maqsad tinchlikka shukronalik keltirish, inson qadrini ulug'lash va ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolar ham davlatimiz e'tiborida ekanligini anglatishdan iborat bo'ldi. Gulbahor Jureyevaning qaramog'ida nuroniy ota-onasi bor. U hech qayerda ishlamaydi. Boisi birinchi guruh nogironi bo'lgan ko'zi ojiz otasiga qaraydi. Xonadonga mahalla Otinoyi va nuroniylar O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitaning viloyat hududiy boshqarmasi, tuman hokimligi va jamoat tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlikda tashrif buyurishdi va oilaning turmush tarzi bilan tanishib, ularning murojaatlarini tinglashdi. Otam bilan onamni men qarmog'ida olganman. Otam o'zi 86 yoshdalar, onam 72 yoshdalar. Mana shu hozirgi vaqtda mahalla, hokimiyat, otinoylar shular hammasi so'rab turishibdi tez-tez. Bulardan minnatdorman. Kelib turganlar uchun. Bundan tashqari tibbiyot xodimlaridan ham minnatdorman. Ular ham so'rab turibdilar. Mana shu inson qadri bor. Mana shunday nuroniylarga kuch-quvvat bo'lyapti, so'rab kelganlar. Bugungi tashrifdan men o'zimning muammolarimni aytdim. Moddiy tomonlama menga yordam kerak, moddiy tomonlama menga yordam beradigan bo'lishdi. Mana shu ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik, qo'llab-quvvatlashdan xursandmiz. Qarindoshlik nigoh sabab Jurayevlar xonadonida nogironligi bor farzandlari dunyoga keldi. Maqsuda Jurayeva ko'zi ojiz bo'lishiga qaramasdan o'tayotgan kunidan mamnun. U yurtimizda yaxshi odamlar borligidan, ularning holidan doim xabar oluvchilar borligiga shukr qiladi. Qarindosh begalar, aka-ukam bolalari nikohlanganlar. Biz endi shunday bir tug'ildik biz. Endi bolalikdan nogiron. 12 yoshimdan bo'lsa pensiya olaman. Birinchi guruhda nogironiman. Kompensatsiyamdan 1 million 200 ta pensiya olaman. Hamma narsa yetadi. Undan tashqari mahalla har doim xabardor, kamchiliklarni yetkazib turadilar. Singlim 19 yoshga, unga ham shunaqa kasal tegdi. Gapirmaydi hech kimga. Kamchilik yo'q. Mehnat qilsak bo'ladi. Mana mol qilaman, yer tomir qilay, o'z qo'limdan kelgancha o'rtsa odam ishlatib ish qilib tirikchilik o'tibdi-da. Endi o'zimdan battarlanib qiyos qilsam, ularda qiynalmaganimga shukr qilaman. Xudoga shukr, boriga shukr. Ish qilib qo'ylim ayomga kuchim bor, yuribman ish qilib hovliga o'qilib. Katta hovli shu o'qilim sot dedilar, hovlini sot dedilar onam o'tganlardan keyin sotmadim, chunki dunyom shuda. Dunyom shu hovlini boshdan boshiga borib kelaman, zerikmayman, ish qilaman. Pensiyaga qarab o'tmayman. Tavoq qilaman, molim bor. Har yili sotib mana uylan shifrlari eski bo'lib qoldi, ularni almashtirdim, filtr molim sotib. Deraza eshiklar ko'na bo'lib, ularni sekin-sekin almashtiraman.
Mahalla faoli Otinoyi Mavluda Muhammadiyeva mahalladagi kam ta'minlangan, imkoniyati cheklangan oilalardan 10 tasini o'z qaramog'iga olgan. Ulardan biri Zarifa Rahimova xonadoni bo'ladi. 3 nafar farzandi bilan bevaqt turmush o'rtog'idan ayrilgan bu ayol hayot yo'lida sabrni hamroh qildi. Namunaviy amaliy tadbir ishtirokchilari boquvchisini yo'qotgan ayol holidan xabar olib, unga 65 ta oziq-ovqatlar paketini topshirishdi. Mana bugun Katta Masjid mahallasida sayyor qabuli bosh imomlar, xotiblar, otinoylar hammamiz birgalikda mana shu xonadonlarda kirib, kam ta'minlangan oilalarda, xususan mana bizning mahallamizda kam ta'minlangan oilalar hech qachon nazardan chetga qolmaydi. Doim biz xabardormiz. Mana bugungi xonadonni oladigan bo'lsak, Rahimova singlimizni turmush o'rtoqlari oldin yoshlik vaqtlarida kasallik tufayli vafot etganlar. Bularga doim biz xabardormiz, mahalla ham xabardor, hammamiz hech qachon bu kishini yolg'izlatib qo'ymaganmiz. Boshqa kam ta'minlangan oilalarga ham shunday har oyda hech bo'lmasa bir marta bormasak, bir marta, bo'lmasa doim har vaqt, har kun kechqurun vaqtimiz bo'lgan vaqtda ham kirib chiqamiz. Juda minnatdormiz. Mana shunday sharoitlarni yaratib, bizga ishonch bildirgan prezidentimizga yangi O'zbekistonni qurishda ozgina bo'lsa ham, misqolcha bo'lsa ham yordamimiz tekkandan xursandmiz. O'zimizning o'rnimiz borligidan xursandmiz. Biz doim tayyormiz. Mana shu yoshlarni tarbiyalashda hamma vaqt ko'makdosh deb o'zimni hisoblayman. Bizning mahallamizdagi hech qachon hech kim e'tibordan chetda qolmagan. Qolmaydi ham, har doim biz harakatdamiz. Mahallada yurishimizdan maqsad har bir kam ta'minlangan oilaga, har bir uylarga kirib chiqqan vaqtimiz bizga huzur baxsh etadi. Shularni ozgina bo'lsa ham bizdan xursand bo'lsa, ular hayotga talpinsa, yashash uchun talpinsa, biz xursandmiz. Yurtimiz tinch bo'lsin, mahallamiz obod bo'lsin, har doim kelajagi buyuk davlat bo'lsin. Yangi O'zbekistonning fidoyisi bo'lib, ma'naviyat targ'ibotchisiga aylanamiz tashabbus doirasida o'tkazilgan tadbirlar kesimida tumandagi Ziyokor mahalla fuqarolar yig'inida bola tarbiyasida ota-onaning, oilaning o'rni mavzusida ma'naviy-ma'rifiy tadbir ham tashkil etildi. Unda Ziyokor, Dehqon va Zarafshon mahalla fuqarolar yig'ini ota-onalarning olib borgan ishlarining natijadorligi bo'yicha hisobotlari tinglandi. Jarayonda so'zga chiqqanlar sog'lom oila, ota-ona va farzand nizolari, ajrimlarning erta oldini olish va unga qarshi kurashish borasida olib borilayotgan ishlar ko'lamini tahlil etishdi. Navoiy viloyatimizda 100 dan ortiq ota-onalarimiz shu xalqimizni tinchligi uchun, oilalar farovonligi uchun, farzandlarimizni chiroyli to'g'ri tarbiya topishi uchun, ajrim yoqasida kelib qolgan oilalarga yordam berish, nogironlarga yordam berish, ma'naviyat, ma'rifat bir karvoni sifatida xizmat qilyapmiz. Ota-onalarning asosiy vazifasi avvalambor ular o'zlari har taraflama ma'naviyatli, ma'rifatli, ilmli, bilimli, oilada, jamiyatda, barcha joyda o'zlarini namunalariga, namunali hayotlarga ega bo'lgan ayollar jamoasidan iborat. Albatta bizning qiladigan ishimizda katta mas'uliyat bor. Chunki xonadonlarga kirishimizda har xil xarakterdagi, har xil hayotdagi, har xil holatdagi oilalarga kiramiz. Ularga ba'zilarga ma'naviy tomondan, ba'zilarga er-xotin munosabatlarida ularga kerak bo'lgan maslahatlar, onalarni asrash, qaynona kelin munosabatlari, nogironligi bor oilalarda ularga bo'lgan yordamlar, qissa qilib aytganda, mana shu hozirgi zamon xotin oyisi har taraflama ma'naviyatli, ma'rifatli, ilmli hayotni chiroyli ko'zgusi bo'lib xonadonlarga kirishimiz kerak. Yil boshida qilingan rejalarimiz bor. Shu reja asosida keng qamrovda hamkor tashkilotlar bilan birgalikda buvijonlar, nuroniylar viloyatimizni mana shu barcha xonadonlarida, mahallalarda turli suhbatlar, tadbirlar uyushtirilib borilmoqda. Mana bugungi asosiy o'sha Haj 24 sayyor seminarimiz ham Navoiy viloyatining Karmana tumanida tashkil etildi. Muftiy hazratlarini Haj 24
mana shu sayyor seminarni tashkil qilishlarida asosiy maqsadimiz nima? Mana shu xonadonlarga borib, nogironlar bor, ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar bor, kasalmand oilalar bor, boquvchisini yo'qotgan oilalar bor. Mana bugun aynan mana bugungi tadbirimizni gapiradigan bo'lsak, Karmana tumanida o'tinoylarimiz 18 ta mana shu holatdagi oilalarga kirib, ularni ahvollaridan xabar olib, ko'ngillarini ko'tarib, hadiya va ihsonlar tarqatdik. Shukronalik, shu mana shu go'zal vatanimiz, jannat makon vatanimizda shukronalik, tinchlik bor, sog'lik bor, omonlik bor. Mana shular haqida suhbatlashib, ularni ko'ngillarini ko'tardik. O'tinoylarning asosiy nizomiy vazifalari shundan iboratki, oilalarimizga ma'naviyat, ma'rifat, tinchlik, xotirjamlik, shukronalik, sabr kabi mehr bizning o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan, millatimizga xos bo'lgan o'zaro kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, barcha jabhalarda biz oilalarimizni tinchligi uchun, farovonligi uchun, kelajagimiz bo'lgan yosh bolalarni to'g'ri tarbiyalab, ularni voyaga yetkazishda kamarbasta bo'lib xizmat qilyapmiz. Bizning yurtimizda inson aziz, haqiqatan ham. Mana shu bizning shiorimiz ham insonning azizligini, insonni shunchalik bir ulug' qilib yaratdiki, unga ong berdi, tafakkur berdi, aql berdi, zakovat berdi, go'zal hayot berdi, farzandlar berdi. Mana shunday hayotga, shunday vatanga shukronalik hissi bilan xizmat qilish biz o'tinoylarga ham juda katta mas'uliyatdir. Biz mana shu mas'uliyatli, sharafli, muqaddas ishda hormay tolmay xizmat qilamiz. Tadbir doirasida o'tinoylar oilalarda uchrayotgan muammolar aks etgan sahna ko'rinishlarini ham namoyish etishdi. Unda yolg'iz qolgan ona nolasi, oila chizig'idan chiqib ketgan ayol qismati kabi dolzarb mavzular o'rin oldi. Bu davra suhbatdan maqsad bu yerdagi demak yig'ilgan xotin-qizlarimizning orasida jinoyatda moyilligi bo'lgan xotin-qizlarimiz bo'ladi. Bola tarbiyasida ahamiyatga qaramayotgan xotin-qizlarimiz bo'ladi. Shu bilan bir qatorda ajrim yoqasidagi xotin-qizlarni chaqirganmizki, ularning ham farzandlari bor. Demak, bolani tarbiyasida butun bir mahallaning o'yini beqiyos. Shu bilan birda hozir mana prezidentimiz muhtaram prezident tomonidan 1 yanvar kuni 102 qaror tasdiqlandi. Bu demak mahallada jinoyatchilikni oldini olish, bolalar sog'lomligini, bolalarga e'tibor qaratish degan qarorimiz qabul qilindi. Bundan maqsad nima? Bundan maqsad shuki, bola mana 90 kunlik jalb etildi, bola ko'chada qarovsiz qolmasligi kerak. Hozir o'quvchilarimiz maktabda bitirdi deymiz, ota-onalarimiz hammasi ish bilan band, lekin bola nima bilan band? Nima ish bilan shug'ullanyapti? Yomonga qo'shilmayaptimi? Jinoyatga qo'shilib qolmayaptimi? Mana shuning evazida shu bolalarni qamrab olish uchun har bir o'quvchi qizlarimiz bilan 8-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan qizlar bilan mahallada anketa so'rovnomalar o'tkazdik. Ularning qiziqishlari, nima xohlashlari, maktabgacha bo'lgan davrda demak mahalla, o'tinoylar, butun bir maktab o'qituvchilari, jamiki mahalla faollari bolani taqdirga befarq emas. O'tinoylarimiz juda ham yaqin yordam beryapti. O'tinoylarimiz diniy tomondan bo'lsa, biz dunyoviy tomondan kelamiz-da. Bu ham diniy ham dunyoviy tomondan bir mahalla bilan birgalikda o'sha oilaga borib ma'ruza o'tsak, oilaga borib o'sha bir suhbatlashsak ham ancha oziqa olishadi. Demakki, mana shu faollarimiz, o'tinoylarimiz dolzarb ishlar bilan bandlarki, buning mevasi oqibatida mana biz birinchi yarim yillikda ko'rdik, oilalarimiz tinchidi, ajrimlar oldi olindi, bolalarimizni yetimlikda asrandi. Bu demak qancha nizoli oila bor. Nizoli oila faqat er-xotin orasida emas, oila turmush darajasida qaynona kelin bor, aka singil orasida bu, meros talash bu. Mana bularni oldini olishga o'tinoylarimizning ishlari, yordamlari bizda beqiyosdir. Juda ham mamnunman mana shunday hamkorlikda ish bo'layotganda. Juda ham biz faollar, mahalla xodimlari xursandmizki, mana shu nuroniylarimiz, o'tinoylar doim bizning yonimizda, doim bizga ko'makdoshdir. Kun davomida Karmana o'tinoylari ishchi guruhi tomonidan tashkil etilgan tadbirlar doirasida 20 taga yaqin oilalar holidan xabar olinib, ularga bir martalik oziq-ovqat mahsulotlari berildi. Ayniqsa Ziyokor mahallasida o'tkazilgan davra suhbatida ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarda uchrayotgan muammolar tahlil etilib, bolalar tarbiyasini e'tibordan chetda qoldirmaslik, ayniqsa hozirgi yoz mavsumida ularni ta'lim tarbiyasiga qarash, notinch oilalarni sog'lomlashtirish bo'yicha amalga oshirish lozim bo'lgan manzilli chora-tadbirlar belgilandi.
Biz Qosimshayx masjidi Otinoylari har oyda mana shu mahallalarda oilalarning tinchligi, migrant oilalar, kam ta'minlangan oilalar, boshpanasini yo'qotgan oilalar bilan muntazam ravishda ish olib boramiz va mana shu ishimizda 1 yillik rejamiz bilan har oyda har bir mahallada ayol xotin-qizlar bilan birgalikda hamjihatlikda o'zimizga kerakli bo'lgan dolzarb mavzularni yechib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda mana shu O'zbekiston musulmonlar idorasidan ham mana shu oylarda bolalar tarbiyasi va bolalar tarbiyasida ona-otaning roli, maqsadini, yetimlarning oldini olish, ajrimlarni kamaytirish borasida juda katta ishlar olib borilyapti. Mana shu uchun bugun mana shu mahallamiz Ziyokor, Dehqon, Zarafshon mahallasining Otinoylari ham barcha xotin-qizlar orasida mana shu mavzularni yoritib, shu mahallalarda olib boradigan ishlarini yoritish bilan o'zlariga xotin-qizlarni yaqindan tutish va ular bilan birgalikda hamjihatlikda ishlashlikni o'z o'rinlariga qo'yganlar. Shu jumladan bizning Qosimshayx masjid mahalliy Otinoylari ham mana shunday oilada faol ishtirok etib, aholilar bilan, oilalar bilan hamjihatlikda bo'lib kelmoqdalar. Barcha mahalla Otinoylarimiz o'z hududlariga tegishli oilalarga kirgan paytdagi muammolarimizni bugungi tadbirlarimizda sahna ko'rinishlari bilan namoyish etmoqdalar. Bu ham yoshlarimizni kelajagi, oilalarimizni tinch totuv bo'lishligiga juda katta ahamiyat beradi degan umiddamiz. Bugungi kunda Otinoylarning vazifalari doirasi juda kengaygan. Ular nafaqat diniy bilimlar egasi, balki yurtimizda kechayotgan ijobiy o'zgarishlar, iqtisodiy ta'lim va boshqa sohalarda olib borilayotgan islohotlar, jamiyatimiz ma'naviy, diniy hayotida kechayotgan o'zgarishlarning faol ishtirokchisiga aylangan. Shu maqsadda Otinoylar faoliyatini yanada takomillashtirish, ularning bilimlarini oshirib borish maqsadida tashkil etilgan namunaviy amaliy tadbirlar negizida inson qadri eng oliy qadriyat degan hikmat mujassam. Xususan, odamlarni hayotdan rozi qilish, xalq manfaatlarini har narsadan ustun qo'yish birlamchi vazifa sifatida barchadan mas'uliyat talab etadi. Zero, chuqur tarixiy ildizlarga ega inson qadrini ulug'lash g'oyasi yangi O'zbekistonni yuksak marralar sari yetaklaydi.